Assalomu alaykum. Bugun kayfiyatim juda ham yaxshi. Chunki bugun 30-aprel men tug'ilgan kunim. Lekin men musofirdaman. O'ylab qarasam 2017-yil oxirgi marta uyimda yaqinlarim bilan tug'ilgan kunimni nishonlagan ekanman. Undan buyog'iga mana shu musofirchilikda bir o'zim nishonlaganman. Nima ham derdim? O'zimni baxtimga o'zim savob bo'lay. Tabriklayman o'zimni o'zim. Rossiya charchatdi aka, charchama. Charchashga haqqing yo'q. Charchashga haqqing yo'q, atlet. Chunki senga ishonib charchaganlar kutib turibdi. Charchama, charchashga haqqing yo'q. Qiladigan ish вообще ko'p. Charchab ketsa ham seni ko'tarib katta qilganlar kutib turibdi, seni charchashga haqqing yo'q.